Toshkent viloyati bugungi kunda izchil rivojlanib borayotgan hududlardan biri bo'lib, uning tarkibidagi 22 ta tuman va shaharda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday hududlardan biri Parkent tumani bo'lib, u o'zining boy tabiati, rivojlangan bog'dorchilik sohasi hamda turizm salohiyati bilan alohida ajralib turadi. Mahallalarda yashayotgan namunali oilalar yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutmoqda. Jumladan, tuman markazidagi Qo'lchi mahallasida istiqomat qilayotgan Faxriddin Yoqubovlar oilasi ana shunday ibratli xonadonlardan biridir. Ushbu oila bugungi kunda 4 nafar farzandni voyaga yetkazgan bo'lib, 10 nafar nabira mehr-muhabbat bag'rida tarbiyalanmoqda. Oila boshlig'i Faxriddin Yoqubov turmush o'rtog'i bilan birgalikda farzand va nabiralar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Ularning hayotiy tajribasi, mehnatsevarligi va o'zaro hurmatga asoslangan oilaviy muhiti ko'plab yoshlar uchun o'rnak bo'lib xizmat qilmoqda. Oiladagi farzandlar ham turli sohalarda samarali faoliyat yuritishmoqda. Katta farzand Shuhriddin sartaroshlik kasbi orqali aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Yana bir farzand Hasanboy esa mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni keng jamoatchilikka yetkazishda O'zbekiston 24 telekanali ijodiy jamoasi safida. Qiz farzand mustaqil hayot yo'lini tanlab, o'z oilasini barpo etgan. Ikkinchi farzand esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimidagi Nurafshon telekanalida faoliyat yuritib, hududdagi yangiliklar va islohotlarni ommaga yetkazishda o'z hissasini qo'shmoqda. Xulosa o'rnida aytish joizki, bunday namunali oilalar jamiyatimizning mustahkam poydevori hisoblanadi. Ularning hayot yo'li va tarbiyasi yoshlar uchun haqiqiy ibrat maktabidir.